Saylovda obunachilar xudo xohlasa Andijonda xo'p xudo xohlasa Baliqchisiga ketyapti. 150 kvadratligimiz ketyapti. Xudo xohlasa aviadan umuman problema yo'q. Qancha talarini o'shanga yetkazib beramiz. Xo'p, bizda 150 dan 2,5 kvadratgacha bor. Xo'p. Mutlaqo vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Uylarning eshik taglargacha. Xo'p, qanday bo'ladi? Listlarga keladigan bo'lsak, listlari teorik list bo'ladi. 3li emas, motorlari, miyalari aytib o'tgandek zavodskoy bo'ladi. Miya motori zavodskoy, katyol uchun chiqarilgan miya motori bo'ladi. Prostoy bo'lmaydi. Bizda qilinadigan ishlar ham hamma yo'q apparatning sex. Bolalar shu chulkaga tayyorlashyapti kraskasiga. Kraskasi yonmaydi, kuymaydi, o'tda issiqda xudo xohlasa o'ta zakonli. Endi mana xudo xohlasa bunimiz 2,5 kvadratligimiz. Bu xudo xohlasa Chorvoqqa ketyapti, dachaga. Xo'p, akalar, sizlarga yana qattiq motori o'sha kuchaytirilgan, miyalari endi o'ta xohlasa katyolalarimizda yangilik o'ta kuchli. Assalomu alaykum qoldiraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like va podpiskani yamaymiz akalar.